Endi şu radyo kiriş jarayonunuz ve ondan keyin ta hazırgacha albatta bu buncha uzun yillik narsalarni bir-ikki savollar asli tugatilmaydi. Nurg'un narsalarni ishiga oldi albatta bu kurash jarayoni. Buni bir aslab o'tgan bo'lsak, lekin men bundan burun hamda siz albatta yillardan buyon hamda u bizning o'zimizning bir mustaqil radiosi emas. Şoň u yerdagi siyosat bo'yicha besim sababli sizlarga bizning vatanning ismini to'liq atanmay kunib qolg'achqa siz abaytib necha qatim Uyg'ur eli deb chiqyapti. Chunki kunib qoldingiz. Siz rahat degan Sharq Turkiston Istiqlol TV'sida vatanimizning ismini to'liq deya berang. Şu an ben endi şu radyoga kirish va bu yerdagi xizmat qilish jarayoni va oila tabiatlaringiz kelgan besim siz albatta Amerikada nurg'un axborotga chiqdingiz, 20 dan ko'p kishining tutqun qilinganligi degandek guvohlik berdingiz va shu tunji qadamni bosgandan keyin albatta men qaytmayman deb hamda qilib qoldingiz hamda keyin organizatsiyaga kirdingiz. Mush jarayonlarni meg'izliq shaklda bilamiz. Bu bək çoğun sınaq bolduğan oldu bana. Nəhayət kən dairli bir sual sordunuz ama canlay maqul. Deyinizdək bir keçidlə elanğan qarar emas Erkin Asiya radiosuga kelish. Men Avropaga kelib bir aydan oşuq oylandım. Muş doğruluq. 7-nji ayda keldim Avropaga. 10-nji ayda Amerika Erkin Asiya radiosida işleşke başladım demek 3 ay vakit gitti aralıkta. Bir ay izleniş baskıcı oldu, yeni bir ay oylanış. Yeni bir ay saklaş mezgildeydi. 8. ayda iltimas kıldım Erkin Asiya radyosuga hizmet kirişke. Çünkü website'den tipi üzem telefon kıldım, mengil çekti. Menin sizler kıytılığım var, iktidarımni, bilimlerimni, hemmini Muş Erkin Asiya radyosuga sarf qilishni xohlayman biri. Haqiqiy muxbir bo'lishni arzu qilman dedim. Men nayt qizg'in qarshi oldi. Ikki haftaga qolmay Tom Beeson o'z vaqtidagi shu muavin prezidenti radioning men bilan ko'rishgili shu Avstriya poytaxti Viyanaga keldi. U yerda ko'rishdik, imtihon oldi shaklga aytganda. Bir ig'iz okay how are you degandek shunday bir qancha so'zdan boshqa ingliz tilim yo'qdi, ammo ular menga hurmat qildi, mening jasoratimga hurmat qildi, mening xalqimning orasidagi ta'siriga, shu fidokorligimga hurmat qildi. Shunga meni qabul qildi. Amaliyotda hech inglizcha bilmayman. Tom Beeson dedi, sen inglizcha qat'iy bilmasan qanday xizmat qilmoqchi dedi. Men dedim men va'da berma, bir yil qadar vaqt bersam men o'rganib ketalishimga ishimdan men yosh, men qizg'in dedim. Ular ishondi, meni akeldi. Albatta bu unchalik oson bir narsa emas-ku. Men hech qachon bir chet elda qolmaydigan tayyorlik bilan vatandan ayrilgan emas. Ota-onam bilan bir oydan keyin ko'rishaylik deb, chiqmasa 2 oydan keyin ko'rishaylik deb qo'ygandim. Bir tal çamadinim bile. Albatta 28 yıllık hayatımni vatanda o'tkazgan, Sharq Turkistonda o'tkazgan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan bütün bağlanışım, do'stlarim, ota-onam, oilamdan boshqa demoqchi u. Qurgan ijtimoiy munosabatlarim, xizmat munosabatlarim hamma narsadan voz kechib, ayrilib, yana bir o'zim bilmaydigan, o'zim tilini bilmaydigan bir davlatga safar qilish, ya'ni hijrat qilmoq uncha oson bo'lmadi. Xuddi bir daraxtni yiltizlardan qo'mirib opirib yana bir yerga tiksangiz u yana qayta ko'klamamdi. Uncha aniq narsa emas-ku, ammo men ko'kladim. Men meva berdim deb o'ylayman. Bu jarayon oson jarayon bo'lmadi. Nurg'un bedel to'ldik. Menla emas, bütün ailem. Hozir hamma Uyg'ur o'xshash bo'ldik, shundoq bu. O'z vaqtida 2001-yili mayli chet elga chiqqanlarning soni ozdi, ammo berib kelaoladiganlarni ko'pdi. Faoliyatchilarimizning soni texmi ozdi. 2016da
Xitoy bütün aloqamizni chet el bilan Sharq Turkistondagilarning aloqasini uzgandan e'tiboran bu hijronni hamma muajiratga Uyg'ur yashayotidi. Ya'ni judolikni. Ailesidan ayrilish judoligini söyganlarining o'lik ya tirikligini bilmaydiganga qadar bu judolikni 2016dan keyin yashayotidi. Ammo men 2001-yildan e'tiboran bu judolikni yashab kelgan. Xo'sh. 2001-yili 10-oyning 15-i Erkin Asiya radiosi xizmat kutishdim. Mana azkam 24 yil bo'ldi. Bu ovozimni chiqarish munchalik oson bo'lmadi Erkin Asiya radiosida. Kelishimga bizning peshqadam muxbirlarimiz shunday tavsiya qildi. Xitoydek cho'ng bir qudratli bir davlatga qarshi ishlayotgan bir xizmat. Shunga vatanda qolgan oilangiz qattiq besimda qilishi mumkin siz xizmat qilishga boshlagandan tortib. Shunga o'zingizni va oilangizni qo'llash uchun ya'ni qalam ismi ya'ni ishlatsangiz bo'ldi dedi. Hatto menga tepib berdi bir qancha chiroyli ismlar, ammo men o'yladimki men xalqim uchun, erkinlik uchun, g'ururim uchun bu safarni qilibman, bu hijratni qilibman, bu judolikni tanlabman. Bu fidokorlikning nima uchun bo'layotgani? Bu erkinlik uchun hammani fido qilish kerak ekanligini menga ergashgan avlodlarga, meni ko'rgan, anglagan shu barliq Uyg'ur xalqimga bildirishim kerak. Mening harakatimdan bular shuni his qilish kerak. Shunga o'z ismim bilan, o'z kimligim bilan faxrlanib turib, Erkin Asiya radiosiga chiqman degan qarorni oldim. Ota-onamning va yoki urug' tuqqanlarimning qanday kunda qilishini qiyos qilolmaydim. Ammo ovoz chiqargan kunimdan boshlab oilam Xitoy hukumatining byurosiga ilindi, pasportlari tartib ilindi. Dadam ilmiy doktorat berish xizmatlaridan professor sifatida doktoratlarni tarbiyalash programmalaridan maqolasini jurnallarga berishdan qoldirildi. Chiqish oldidagi yana 15-20 yil o'zining qon terini sarf qilgan kitobi cheklandi. Nashr qilinishdan. Apam bo'lsa baldur pensiyaga chiqishga majburlandi. Enim har xil sabablar bilan Xitoy soqchilarining tutqunlariga ko'p qitim uchirdi. Boshqa urug' tuqqanlarimizmi har xil sohalarda uzib ketayotgan kasbiy jihatda bo'lsin, mayli o'sib o'zi o'ylagan sohalarda oldiga surilayotgan bir mezgilda men bu qarorni olganim uchun bir xatolashsa butun pushtini jazolaydigan qonxo'r Xitoy butun urug' tuqqanlarimning yo'lini atdi mundaq deganda taraqqiyot yo'lini bir belgi qo'yildi desam mundaq birining tuqqini degandek. Undan boshqa oshkor holda Xitoy markaziy tashviqot bo'limidan mening barliq un arxivim, sin arxivim, suratlarimni cheklash buyruq tushdi. Meni milliy bo'lgunchi degan nomda qizil hujjat tunji qitim 2001-yili 12-oyda tushgan bo'ldi. Shundan e'tiboran mening suratlarim, ko'rsatilayotgan e'lonlar, hamma narsa ekranlardan o'chdi va arxivlardan o'chdi, bunaqcha aytganda. Ammo men bir to'langan badallarga qarab qolsam, xizmatimni davom qilolmaydiganimni bildim. Shuning uchun yoralarimni o'zim davolab, bu hijron, bu judolikqa bardoshlik berib, bu qarorni olgan kelsa, kaynida tur dedim o'zimga. Butun vujudim bilan xizmatga kirishdim. Butun vujudim bilan. Vatanga telefon qilib, ulag'an asli bir qancha yillik xizmat jarayonida qurgan munosabat doiramdan foydalanib, hatto shahar boshliqlari, Abdunurayning rahbarlarigacha telefon qila oldim. Maktablar, o'xshamagan yerlarga telefon qilib xabarlarni ishladim. Muajiratdagi xalqim, vatandagi xalqim qayta umidlandi. Texmo
hürmet bildirdi, söyledi. Xalqning qo'llashi menga ilhom bo'ldi. Men Amerikani, menga erkinlik bergan bir joyni ikkinchi qitim tug'ilgan vatanim deb his qilmayman. Siz o'z fikringizni qilolmayotgansiz, erkin yashamayotgansiz, u hayotning qadr qimmati bo'lmaydig'ini Amerika texmi his etkizdi. O'zingizning tilida, o'zingiz o'ylagan narsani so'zlab yashamoqdan go'zal ish bo'ladi hayotda. Şuna bu xizmetimni acayip söyleyip işledim. Erkin Asya Radyosu men üçün bekmi kıymetli, bekmi suyumluk bir joy. Ailesinden, vatandan ayrılgan men bir Uygur üçün ikinci ailem değişik oldu. Afsuslanarlığı siz degandek tünügünden itibaren Erkin Asya Radyosu'nun sabık muhbiriga aylanıp kaldık ve aylanıp kaldım. Ama bu deganlik men sabık muhbir deganlik emas. Men Uygur xalqining muhbiri, Uygur xalqining ovozi. Xo'sh. Erkin Asya Radyosu o'chirilsimi, ovozimni hech kim o'chirolmaydi. Albatta. To'g'ri deysiz haqida. Ish qilib so'zlasak nurg'un masala va haqida deganingizdek. Albatta yana program jarayonida yana boshqa savollarni so'rayman. Bu yerdagi xizmatingizni nihoyat hayajon bilan tilga olgan ekansiz. Bir şeydemde hozirgacha xizmatingizni sizni eng ta'sirlantirgan yoki hayajonga solgan voqealar haqida esingizga qolgan bir qancha ansak. O'zingiz bilgandek muxbirlik so'zlash xizmati, shundaqmi? O'zaro paranlashish xizmati, tushunish xizmati, do'st tutish xizmati, hikoyalarni anglamak ve hikayenin bir parçası bulmak bir xizmati. Shuning uchun acayip boy, acayip güzel bir xizmat deb o'ylayman Abdullah. Sizmi shundaqmi? Har bir qitimliq ziyoratdan keyin o'zimiz bir o'simiz, shundaqmi? Albatta. İnsanlık haqida, hayot haqida qayta o'ylaymiz ve çökümüz bu aparatni o'chirib qo'yish bilan biz o'chmaymiz. Biz şu günü qilgan xizmatlarimizning ilhomini yashaymiz. Shundan olgan ta'sirotlarimizni yani hazm qilamiz. Shunday qo'jig'laymiz. Bu kundan kunga o'sib yetilishimizga sabab bo'ladi. Ba'zi kishilar bizni ta'sirlantirsa, ba'zi kishilar bizni texmo sabrlik bo'lishga yetaklaydi. Ba'zi kishilar bizga hayot haqida mening qilganlarim asli xatomi nima degizitdi hatto. Nima uchun men qilolmadimmi deb solsiz ba'zida. Ba'zi kishilarning hikoyasini anglaganda. Shu bunday hikoyalar bahchiq hayotimda. Tunji menga ta'sir qilgan bir hikoya 2002-yili. Qashqa ikkinchi o'ttirning bir 16 yoshlik bolasi. Bu mudirga mundaq bir xat yozibdi. Kunda bizni atdiganda yig'ib Xitoyning bayrog'iga salom berishga majburlab keldinglar. Endi men buni qo'shilmayman. Agar yana meni shundaq majburlasanglar, yana bizni shundaq majburlasanglar, Ati Sharq Turkistonning ayolsizlik ko'k bayrog'ini qizil bayroqning o'rniga tiklayman deb yozibdi. Bu balni Qashqa shaharlik soqchi tutib akitibdi. Maktab tepib chiqibdi-da bu balning pochirkisidan surishtirish orqali. Bu 16 yoshlik balning tutilganlik xabarini o'z vaqtida menga bir yetkazdi. Mushundaq bir bala telefon orqali yetkazdi ishkirdim. Tutildi. Bu balning endi hayat xatar ostida. Nima qila olsangiz bir anlatib baqsangiz bu chekra dedi. Ma'qul maktabning ismini bering, soqchi idarasinikini bering dedim. Telefon qildim. Soqchixonaga, ma'rif idorasiga, Qashqa ma'rif idorasiga, Abtonom rayonlik ma'rif idorasiga. G'ulg'ul qo'zg'adim. Bu balani izladim. O'smir bala xatolashib qolgan bo'lishi mumkin. Buni nima tutishlar? O'smirni tutish haqqinglar bormi? Qaysi
Nimalardı ba, nim qıptı deb. Ya nim qığını dələməydi çünki onu dese başqalarga ilham buldu da. Nima qığını dələməydi ama tutqununu inkar qılamıdı. Şonla bir qancha kunlik tirishchanlik bilan oxiri bu balni qo'yib etgan bo'ldi. Uningdan keyin uning taqdiri qanday bo'ldi bilmayman, ammo shu balning jasorati menga umid bergandi. Demakchi, bu narsani hech kim o'chiramaydigan bu erkinlik tuyg'usini Qashqardek bir joyda turib, eng siyosiy bisim eg'ir yago. 16 yoshlik bir bola bu ishni qilyotidi degan narsa men nimishki shu qadar jasoratli emas. deb meningki xizmatimni texmi yaxshi qilishimga bir ilhom bo'lgan shu bola. Undan keyin albatta nurg'un yana shundaq dehqonlarimizdan qo'rqmay turib bizga so'zlagan hashar amgigi haqida, planliq tug'ut jarayondagi ayollarimizga qanchalik bolalarimizga qirg'inchilik qilayotganliklari haqida haqiqatlarni so'zlab bergan nurg'un fidokor, jasoratli hadlarimiz, tog'larimiz bor. Ayollarimiz bor. Hatto xitoylashtirish ma'rifining bütün avlodlarimizni nobud qilayotganligi haqida yuraklarni yerib so'zlagan o'qituvchilarimiz bor. Arkanasiya radiomizda. Bularning hammasi meni ta'sirlantirdi. Oxirsida eng ta'sirlantirgani shu lager shahidlari. Lager shahidlarining har birisi bilan qilgan suhbatim meni bir qancha kunlik hayajonga shu uyqusiz qo'ydi bundoqcha aytganda. Ashlarning tasvirlari kinodek ko'z oldimdan o'tdi. Birinchi bo'lib men intervyu qildim. Shu ko'plagan lager shahidlarini shundoq bu. Eng dastlabki azobli hikoyalarni, qon yoshli hikoyalarni men angladim. Men uni yumshoq shaklda anglovchilarimizga sunishga tirishdim, chunki bu ig'ir ruhiy zarba o'zlarining urug' tuqqanlarining niyatligi nima bo'layotganini bilmayotgan minglagan muajiratdagi Uyg'ur xalqimizga bevosita lagerda uchirgan bu zulmlarni shu petala og'zidan anglatish bularga ilhom emas, ruhiy zarba bo'ladi. Shunga men buni avval o'zim azm qildim. Keyin qanday shaklda buni ham xalqimga qanday anglataman? Munosabatlik da'vo qilishga tegishli o'rinlarga qanday anglataman? Buni farqlantirishga tirishdim. Buncha qitim bizning fidokor sabdishimiz Umarbek Alining ziyorati. Umarbek Alini 2017-yili 12 ayning oxiridan boshlab tonidim. Oxiri ko'p qitim paranglish jarayonida radiomizga so'zlashga muvaffaq bo'ldim. Shuning chekkan jafo mushaqqatlari, zulmlari, insonning ilqi naqarda bardoshlik berish kuchining, ya'ni jismoniy bardoshlik berish kuchi cheklik bo'lsa-mu, ruhiy bardoshlik kuchining odam qiyos qilolmag'idek darajada kuchli ekanligini men shu Umarbek Alining bayonlaridan his qildim. Men u hikoyalarni qayta so'zlab yuraklaringlarni yorqig'im yo'q. Menga eng ta'sir qilgani shu Umarbek Ali. Ikkinchi lager shoirimiz ayollardan Mehrigul Tursun. Bu qarindoshlar hech kim so'zlashga petinolmagan. Hech kim Xitoyga qarshi bir ig'iz, ya'ni o'zining noroziligini ifodalanmaydigan bir mezgilda jasorat qildi. Ularning ota-onalari, urug' tuqqanlari vatanda qolgandi. Allohning bergan bir fursatlari yo'q bular bizga. Tabarruklar bular. Bularni o kadar qadrlashimiz kerak. Bu har bir lager shoirining guvohligi Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan keng doiralik, keng ko'lamlik bu irqiy qirg'inchilikning har tarafdan yo'ritilishiga tegishli turtkilarni qo'shdi. Har birisi o'xshamagan taraflardan bizning 10 yillardan dab kelayotgan, ya'ni Xitoyning zulm siyosatlarining haqiqat ekanligini isbotlab berdi mundaqcha aytganda. To'g'ri. Paketlar bilan, tirik paketlar, tirik tarixlar. Mehrigul Tursun bilan o'tkazgan suhbatimdan keyin men yiqildim. Rasmiy yiqildim. Men
Özümden tutulgan 25 urug' tuqqanlarimning lagerdan nimalarni ko'rganligi, qanday azoblarni chekkanligi va chekayotganligini ko'z oldimga keltirib turib angladim Mehrigulning hikoyasini. Shu to'qmoqlar urilganda, yurgim tang urilgandek, meni onamni, singillarimni urgandek his qildim. U aşk olganda mening singillarim aşk qo'yilganligini ko'z oldimga akasam, badanim titrdi. Kechirim. Endi cho'nqirlamay. Shunga o'xshash Mehrigulning jasarati, Qalbi Nur Sidiqning jasarati, Gulbahor Jalilovaning jasarati, Zumrat Tursun, Gulbahor Xativaji xonimning jasarati va boshqa har bir lager shohidlarining ko'rsatgan ya'ni fidokorligi meni har qitimda bir tarbiyalab, har qitimda menga ilhom berib keldi. Ularga qaytadan men kurman qitim teşekkür etme her qitim ularni ziyorat qilsam, ama bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan bugun muxbir emas. İzlayotgan, erkek qirg'inchilikda yo'qotilayotgan bir Uyg'urning pushti bo'lish sifatim bilan ularga teşekkür etish qarzim bor. Ularni himoya qilish, ularni qo'g'dash har bir Uyg'urning qarzi. Albatta. Albatta. Ko'pdan ko'p rahmat